Assalomu alaykum. Men Germaniya dalalarida yurganim yo'q. Men Jonboy tumanidaman. Hozir Yodgor Nazarov fermer xo'jaligi daladamiz. Mana bu ko'rib turgan navlaringiz biz tomonimizdan yaratilgan yangi istiqbolli Samarqand navi hisoblanadi. Operator dalalarni umumiy fon ko'rsating. Bu dalaga ko'paytirish ko'chazori ekilgan. Bu daladan yuqori avlodli super elita urug'i chiqadi. Dalaning umumiy ahvolini ko'ryapsizlar. Barcha agrotexnologik jarayonlar o'z vaqtida amalga oshirilgan. Eslatib o'tay, 2026-yil, bugun 5-aprel, dalada pestitsidlardan, Samo Agrodan keltirilgan pestitsidlardan foydalanganmiz. Dalaning umumiy holati, agar ko'z bilan vizualni qaraydigan bo'lsak, 100 sentnergacha hosil kutyapmiz. Balkim undan ham ko'proq bo'ladi. Hozir bir hafta 10 kundan keyin to'liq boshoqlashga kiradi. Umuman zamburug'li kasalliklardan asar yo'q. Hasharotlardan yo'q. Hurmatli fermerlar, 2026-yil yuqori hosil oladigan urug' izlayapsizmi? Albatta murojaat eting bizlarga. Mana shu daladan chiqqan urug' kelgusida sizning 100 sentrlik hosil olishingizni ta'minlab beradi. Biz bilan bog'lanib boring, kommentariyalarni kuzatib boring. Keyingi boshoqlash, pishish fazasi ham shu dalalarni qo'yib boramiz. To qo'lingizga sifatli urug' borguncha eng yuqori agrotexnologiya yetishgan urug'lar sizlarga ta'minlab beramiz. Sog' bo'lingizlar. Albatta like bosingizlar, bizlarga podpisatsiya bo'lingizlar.